Assalomu alaykum akalar. Sotiladigan Nexia 2 mashinamiz bor. Yili 2009, kraskalari toza. Chiriganini hisobiga sachilingan, yana bitta sachib qo'yilyapti. Hop. Yurganlari 290 ming, 300 mingga yaqinlashib qolgan ekan akalar. Salon holatlari yaxshi, balonlari yedirilib qolgan ozroq. Salonlari yaxshi, o'rta holatda. Yomon emas. Mana ko'rishlarim mumkin. Balonlari list yo'q bo'pti salkam, lekin mashina hamma joyi radnoy. Hop, o'zim shaxsan o'zim tekshirdim. Bu yerda jicha chiriganiga sepib qo'yilgan. Oldilari butun, orqalari butun, hech qayerda kraska bo'lgan yeri yo'q. Mashina tekis, bitta-ikkita nimalar kitobga joylari bor, ularni qilib qo'yamiz. Keyin go'zal bo'ladi mashinamiz. Mashinani 3000 dan kamiga berib yuboramiz, ozroq beramiz. So'rasizlar. Keyin bizda kuzov ishlari ham bor. Ustaxonamiz yangilik uchun через internet ish qilyapmiz akalar. Ancha-muncha bitta-ikkita ish qildik. Xudo xolasa kelsanglar xizmat ko'rsatamiz. Kela olasizlar akalar. Главный kanalga o'tib qarasanglar, ya'ni ustaxonani Andijon bo'ylab bossanglar, videolarimiz chiqib keladi. Qilgan ishlarimizni ko'rasizlar. Hop, Instagramda ham qo'yapmiz videolar. Ularni ham ko'ra olasizlar akalar. Kraskalar toza, mana shu kitobga joylari bor. Lekin mashina tiniq holatda, unaqa yomon joyi yo'q. Chiroyli ko'rinishga ega mashinamiz. Bitta jitti ishi bor. Shularni qilamiz. Shu bilan yangi balonlar taqib qo'yiladi, bozorga tayyorlanadi. Xullas. Faralari ham mana tiniq holatda turibdi. Sarg'aymagan. Keyin bizda og'ir urilgan, strashniy urilgan mashinalarga ham nimamiz bor, sharoitimiz bor. Tortib keltirib, zazorga qo'yib qo'raveramiz. 10 yildan beri kuzov sherik qilamiz. Xudo xolasa ishimiz tekis, kela olasizlar. Даже 12 yil bo'lib qolibdi akalar. Alaykum akalar, yaxshimisizlar, charchamasdan bardam baquvvat. To'g'ri kodirovka qildik. Oldi bankdagi kraskalarni sachdik. Mana qizil barkimizni to'g'ri kraska qilamiz. Ikkita krillosidan tashqari to'g'ri sepiladi, tom lampasi. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, charchamasdan bardam baquvvat. Hop akalar, buni tepalari ham yuklanib qolgan, mana tagi ham yuklanib qolgan. Bu krillosi o'zi bo'ladi. Eshik almashadi, u eshikni qiladigan emas. Taraf eshiklari ham almashadi. Tagi ham almashadi, pasti ham kirib ketib qolgan. Krillosi ham kraska bo'lar ekan. Assalomu alaykum akalar. Zazorlarini qo'yib qo'ydik, mana bir xil chiroyli turibdi. Ochilib yopilishlari ham yaxshi. Ochilib yopilishlari yaxshi, zo'r. Zazorlari ham ketib qolgan. Hop akalar, zazorlarni to'g'rilab qo'ydik. Kirdi chiqdilari ham yaxshi. Mana joyini ozgina ish qoldi, qolgan yerlari. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, charchamasdan bardam baquvvat. Polirovka qilyapmiz. H9 bilan akalar F6 da o'tamiz. Nemeski ano pastiq. Oddiy pastiga qaraganda ancha effekti yaxshi bo'ladi. Bitta detalni o'tamiz. Unisini 30 ming so'mga beramiz. Polnisiga bunaqa mashina 450 mingga o'tamiz. Spahladi, misol 350 ming so'mga o'tamiz. Kela olasizlar. Assalomu alaykum akalar. Banferi kraskalarini raqlarini sachib bo'ldik. Meni bitta polirovka qilsak, shilib qo'ydik. Polirovkaga ishlanadi. Sepilgan yerlari keyin polniy polirovka qilib olamiz mashinani.
Hobaga mana hamma yeri mana shunaqa sarg'ayib ketgan edi. Mana joyiga mana shunaqa edi. Polirovka qilib ko'rsatib beruvdim. Egasiga yoqdi. Keyin mana vaqti keluvdi. Polirovka qilamiz. Mana hozir zaynadiga kraskalarni tekizib qo'yamiz. Kraskalari ham bor.